Red Hal anor suvini boshqa anor suvidan farqi bormi? 3 ta afzallik tarafini sanab bering. Xo'p, 3 ta afzallik tomonni sanab o'taman. Red Hal anor suvi ichidagi shinnisi, ya'ni shinni ishlatamiz, chet eldan keladi. Rang ishlatmaymiz. Ikkinchi ustunlik tomonimiz shakar ishlatamiz, saqir zamitini ishlatmaymiz. Uchinchi farqi barcha anor suvlarimiz ishlab chiqarishi mobaynida Euro standartdan o'tkazilib, so'ng biz zavodga keltiriladi. Shuni hisobiga boshqa mahsulotlardan farq qilib turadi. Xo'p, Tatcola mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan yana qanday ichimliklar ishlab chiqarilmoqda? Xo'p, mart oyidan boshlab Hype energetik mahsulotimiz ishlab chiqarish jarayoni boshlanadi. Bu Germaniya brendi, ya'ni Yevropa standartlaridan o'tgan mahsulot chiqishni boshlaydi. Bu O'rta Osiyoda faqat O'zbekistondan chiqadi. Agar qiziq bo'lsa, bizni Instagram sahifamiz orqali kuzatuvchilarimiz kuzatib borsa, bu haqida yorqinroq yoritib berib boramiz. Aynan hozir ishlab chiqarilayotgan anor suvi va Hype energetik ichimliklarni qayerdan xarid qilsak bo'ladi? Xo'p, har bitta viloyatimizga o'zimizning vakillarimiz bor, ya'ni dilerlarimiz bor. Pastdagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsa, biz har bitta viloyatda dilerning nomerini beramiz, bemalol xarid qilishlari mumkin, yetkazib ham berishadi. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib boring va yangiliklardan xabardor bo'ling.